Qadim zamonda bir yigit aqliy zaiflik kasalligiga duchor bo'ldi. U o'zini sigir deb o'ylab, sigirlarga o'xshab ovqatlanar va ma'rar edi. Bemorning holati kundan kunga og'irlashib, axiri qassobga borib, "Men sigirman, iltimos, meni so'yib yuboringlar", deb necha marotaba yalindi. Uni davolashga hech qanday hiylakor qilmasdi. Kunlarning birida Ibn Sino uni davolashga qaror qildi. Uni so'yish uchun o'tkir pichoq keltirishlarini aytdi. Bemor esa xohishi amalga oshayotganidan xursand bo'lib yotib oldi. Ibn Sino esa beparvolik bilan o'tkir pichoqni qo'liga olib, bemorga yaqinlashdi va bemorga bir nazar tashlagandek bo'lib dedi: "Bu sigirga nima bo'lgan o'zi? Juda zaif va nimjon ekan. Och qolganidan ovozi ham chiqmayapti. Yog'i ham yo'q. Bu sigir qurbonlikka yaramaydi", dedi Ibn Sino. Bu gapni eshitgan bemor shoshilib dedi: "So'yavering, so'yavering, qurbonlikka yarayman." "Yo'q, semirmaguningcha va taom yeb o'zingga kelmaguningcha seni so'ymayman", dedi Ibn Sino. "Keyin meni so'yasizmi?" "Ha, so'yaman." "Unda men nima qilay, ayting." "Semirguningcha odamga o'xshab ovqatlanasan, so'ngra seni sigirdek so'yib tashlayman", dedi Ibn Sino. Shundan so'ng bemor ovqatga qat'iy rioya qila boshladi. Ibn Sino esa bemor shifo topguniga qadar uning taomiga dorilar qo'shib beraverdi. Oradan kunlar o'tdi. Bemor sog'ayib ketgach, Ibn Sino u bilan ko'rishib so'radi: "Ancha semirib qolibsan, so'yishga tayyormisan?" Bemor Ibn Sinoning savolidan yuzlari qizarib: "Sigirga aql kirdi, hazratim. Sizdan bir umr minnatdorman", deb javob berdi yigit.